Chaqaloqlarda qusish hamda qayt qilish bu ikkalasi bir-biridan farq qilishini bilarmidingiz? Keling, men sizga shuni tushuntirib beraman. Qayt qilish bu ko'pincha fiziologik bo'ladi, ya'ni ona bolasini emizib bo'lgandan so'ng 10-15 minut davomida tik holatda ushlamasdan srazu yotqizib qo'yishi natijasida ozgina og'izchasiga bolani sizib chiqib ketadi. Bu ko'pincha normal bo'ladi. Buni oldini olish uchun ko'pincha 10-15 minut davomida tik holatda ushlab bolani kekirtirib olish tavsiya etiladi. Ya'ni metod kenguru usuli deb aytiladi bu. Qusish nima? Qusish ko'pincha bu patologik holat ham hisoblanadi, ya'ni bunda ko'pincha oshqozon mushaklari hamda diafragma mushaklarining qisqarishi natijasida kelib chiqadi. Bolalarda ko'pincha tez fantasmo qisayotgan bo'lsa yoki emishdan bosh tortsa va yaxshi vес olmayotgan bo'lsa, bu shifokoringizga ko'rsatishingizni talab qiladigan holat hisoblanadi. Agar farzandingizda shunaqa holatlar kuzatilayotgan bo'lsa, Doktor Hasan klinikasida sizni kutib qolamiz.